qurilishda yiqilib hushingizdan ketibsiz deb eshitdim. Laychalarni jo'natibsiz. Qopib ketishdi. Farhod aka, o'zi hayot qiyin. Yashash stress. Siz ham meni qiynab. Nomini nima qo'yamiz? Noodatiy ism qo'yish kerak. Men iltimos, mazza qilib yashasakchi. Rasul Sohiymi? O'zingizni tiqishingiz shart-a? Dildoraxon bormi-la? Chiqib ketuvdi, hozir kelib qoladi. Kutib turaman unda pastda. Kiravering siz, hozir keladi. Tagi baquvvatmi deyman-a? O'sha uchun kekayib yurar ekanda bu Dildora. Kasaldan xabar olish savob deb yetib keldim. To'g'rirog'i Xudoyim-ey, menga qarab bolam. Tezroq uyini sotishimiz kerak. Kimga? Bu erini qachongacha aldab yurmoqchi? bilmadim. Vaqti borida ayt unga. Qochib qolsin. Erini g'azabiga yana duchor bo'lib o'tirmasin. Yo'q-ey, aytmayman oyi. O'zi aqlli ayol. Sodiq. Hozir so'rab ko'ramiz. U joy turibdimi, yo'qmi hali? Har tugur qo'lingdan nimadir kelar ekan-a? Oyi, meni hali bilmas ekansiz. Pulni bersiz, qorni ham yondirib kelaman. Pul bilan taglayini ko'tarishganmi? Siz o'g'lingizman, oyi. Bo'pti. Bemordan xabar olib chiqay. Kasal ko'rish savob deyshadi. Ha, qo'ymaysiz. Bundan buyon haddini To'ppa-to'g'ri. bo'pti. Bilib yuradi. Men bilan o'ynashmasdan. Kim bor? Kimdir bormi? Kim bor?